Etan bilan shuningmi etan bilan pentagon. Demak, S2H6 etan, pentagon S5H12 mi? İkisindeki vodorodlarning sonidan gapirdi. Ya'ni vodorodning molidan gapirdi. Mana X, mana Y-lerni. To'g'rimi? Yo bo'lmasam to'g'ri shunday 1-2 nisbatda bo'laverimi? Qarangina. Bunda necha vodorod bor? 12. Bunda ne? 6. Necha aytsak bo'ladi aynashadi bir-biridan. 2ga 1 nisbatda bo'lsami, sen mana 2x mol deyman, mana x mol deyman. Shu 2x mo'ybat. Yo'q, tersak bo'ladi. 2 mo'ybat 12 bo'ladi, buni mo'ybat 12 bo'lsa aynashadi. Doğru mu? Ana endi shu ikisining grammi 20 chadir grammlar berib qo'yibdi. 26 olsa ikisining grammini qo'shib 26 da deyman. 2x mo'ybat desang 60x oladi. Buni mo'ybat desang chabi 72 mi? 72x oladidan teng 20 cha gram deb qo'yibdi. 26 Ha, o da nega tushunmading? Yo'q. 132x te 26 x'in 0,2 chiqar ekan. 0,2 o'sab qo'ysam bu 0,4, inabi 0,2 ekan. Buni yaxshi uchun gitgan kislorod turibmi, odam turibmi? Yo'lda esa demak S2H6 yakadan cho'zsak 3,5 kislorodmi? Demak S5H12 plus kislorod bo'ladigan cho'zsa 1,5 plus 0,5 oladi kislorodning oldina, to'g'rimi? 5 ni 1,5 ga ko'paytiradigan cho'zsam 7 0,5 qo'shsam 8 oladi. Arani yozib o'tirmaysanlar, eksan. Demek inanın 0,4 olsa 3,5'a ko'paytirib olsak 12, avam 2, 1,5 mı? Tushundingmi? 1,4 mi ya? 1,4 ekan ba? 1,4 deb 0,2 olsa ko'paytirsang 1,6. Jami necha oladi? 3 mol. 3 ni 22 4 ga ko'paytirsang 67,2 litr chiqadi ekan. Bor shundaymi? Savollar qarang. Nomerim alkanda qo'yibdi. Demak Cn H2n plus 2 plus 1,5n plus 0,5 kislorodda yanadida n dona karbonatangidrit bilan n plus 1 nol chiqadi, suv chiqadi. Bu yerda bilamiz kislorodimiz nima bo'ladi? Oksidlovchi, ilovamiz qaytaruvchi. Masalada turibdi 3 kislorod 76 mol elektron oldi deb turibdi. Buning molini 2 mol deb qo'yibdi. Ina bu kislorod esa 76 mi? 76 elektron oldi dedi. Endi shuni e'tibor qiling, qarang. Kislorod oddiy moddaning oqsanish darajasi 0. 0 dan kislorod ina B'dan -2 ga, B'dan -2 ga o'tgan. To'g'rimi? Qarang. Kislorod 0 dan kislorod -2 o'tsa da 2 qo'yamanmi? Elektron olacak kislorod ishida qarang. 4 emasmi? 0 dan -2 o'tsa 2 ni olacak. Birdan olsa lekin ikkisini chanaladi, 4 elektron qo'shib olacak. Ya'ni qarang, 1 mol kislorod 4 elektron olib turibdi. Lekin masalada menga 76 elektron olgan u deb turibdi. Shunda kislorod necha mol bo'lgan? 19 chiqadi ekan. Demak, shu 19 ni kislorod sinab qarab qo'yaman birayni 19 ni. Endi shesak bo'ladi. Azimdagi koeffitsiyentdan tushaman, yana bir tushaman, yana 1,5 plus 4,5. Demak, buni muokibatiz ekan bo'ladi yoki ikkisining nisbata qo'yib bersak. Bari nisbata qo'yib beraman. 2 ga bo'lib bersak, inaqim 1 oladi, 19 2 ga bo'lsa necha? 9,5. Ya'ni 3 kislorodning qatida 9,5 turibdi deb turibdi. Kislorodlardagi soni 9,5 ga tengmi? Ya'ni bu 1,5 n plus 0,5 teng 9,5 chiqadi ekan. 1,5 n teng 9, n teng 6 ekan. Demak, S6 H14 geksan. Tushunarlimi? 205. 205. Demak, bunday qo'yibdi, metil xlorid berlinganmi? Keyin etil xlorid berlingan, natriy metilni qo'shibdilar. Bundan S2H6 bilan natriy xlor chiqadi. Bundan natriy qo'shadigan bo'lsak, nima chiqadi? S4H10 bilan natriy xlor 2 qo'yasan, 2 qo'yasan, 2 qo'yasan. Ikkisidan bir modda chiqaradi, to'g'rimi? Demak, SH3 xlor plus natriy plus xlor S2H5 bo'ladigan bo'lsa, natriy ikisini al2 xlor al2 dadada S3 H8 plus natriy xlor chiqadi 2 dona. To'g'rimi? Masalada aytib turibdi, qarang endi. Natriy metal tezlashganda 6 gram etan chiqibdi, ina etan. 6 gram bo'lsa bu 0,2 mol-ku. Molar massasi 30, 205. Bu 0,2 bo'lsa ina bu 0,4 mol bo'ladimi? Keyin aytib turibdi,
Yani 5805 gram natriy xlor alındı. İna bu 3 natriy xlorun ise 5805 gram ekan. Doğru mu? 5805'ni öz 5805'e bölsen neçe çıkardı? 1 çıkardı. Demek bu 1 mol ekan. Doğru mu? Hop, bu 0,4 olsa yine bundan 0,4 oladı. Bundan buna eklersen bu ikisini neçe oladı? 0,6 oladı. Doğru mu? Keyin ne oldu koydu? Propanın massasını tapıştırmamız gereken şey tapamız. Bölmenin ne boğan mı? Karangina. Karab turayın nesile? İbun 2 girik olsa yine bunun 2 girik bolamı. Yine bunun x olsa yine bunun 2x bolamı. Yine bunun x oladı, doğru mu? Aytı tuttu. Metil xlorid bilen etil xloridler birbirinden çıkıp koydu. Denk. Metil xloridin ibiden çeydi. 0,4 ibiden boğundan x'ine. 0,4 plus x oldu metil xlorid. O denk etil xloridlere. Etil xloridin ibide 2 y. İbiden boğundan aynen x var. Şunlarla mı ibi bilen ibi kıskar giderden y çıkarken miydi? 0,2 çıkarken. Y 0,2 olsa birin şunda bizlere y 0,2 olsa x gerek oladı, doğru mu? İnabın 0,4 boladan olsa inabın neçe oladı? 0,4 oladı. Bu ikisini çeyna? 0,8. Birden 0,8 hatta yüzden olsa gibi çık oladı eken 0,2. Bu 0,2 olsa bu neçe oladı? Bu 2'ye bölürsek 0,1 oladı. 0,1 mol propanın massası 4,4 gram çıkardı. Şunlarla mı? 200 çenceledik. 209. savol. Metan berlingan ve normal alkan berlingan. Metanın ve ortaya molunu 1 molda balama ihtiyari ravishda massası necha gram bo'ladi? 16 gram bo'ladi. Yaxshi deb e'tibor qiling shu yerda, yaxshi savol bu. Shuna dedi normal alkan qo'shildi. Natijada massa necha marta ortdi deb qo'yibdi? 8,5 marta ortdi. Shunday qarang. M2 aralashmani topib olsam bo'ladi-ku. Metan 16 bo'lsa, u 8,25 marta ortgan bo'lsa, keyingi aralashmani topsak bo'ladimi? Ko'paytirmanga necha chiqadi? 132 gram bo'libdi keyingi aralashma. Shunda massa qo'shilgan alkan necha gram bo'ladi? 132 dan 16 metan toptirsam 116 gram bo'ladi ekan. Tushunarlimi? Bu normal alkanning massasi chiqdi. To'g'rimi? Endi davomini o'qing. Yana aytib turibdi. Qarang, molar massa 275 marta ortdi degani, shu gazning o'rtachasi 275 marta ortdi degandan uni beradi. Tushunarlimi? Molar massa ortdi degani o'rtacha shu 270 marta ortdi degani. Endi dastlabki metanning molar massasi necha? Endi bu yerda molar massasi 16 edi, u chamay 275 marta ortdi. Qarang endi, M2 o'rtachani topib beramiz. 16 ni ko'paytiramiz 275 necha chiqdi dedik? 44 chiqdi. Bu keyingi o'rtacha. Ya'ni alkan bilan metanning ikisining o'rtacha massasi shuncha. Endi aralashmani topsak bo'ladi. Общий massani o'rtachaga ko'radigan bo'lsak, aralashmani moli chiqaradi. Общий massani 132, o'rtacha 44 bo'lsa necha mol ekan? 3 mol ekan. Bu aralashmani moli 3 mol chiqdi. Masalan, shartda bo'yicha men metanni 1 mol deb oldim. Metan 1 mol olsa, aralashma 3 mol olsa, noma'lum gaz necha mol bo'ladi shunda? N alkan общий moldan metannigini olib tasam 2 mol bo'ldi. Endi qarang. Alkanning massasi 116. Moli kichikdir. Molar massasini topsak bo'ladimi? Molar massasini topadigan bo'lsak, 116 ni 2 ga bo'lsak, bu 58 ekan. Bu 0 H10. Bu tanamaz tushadi. Tushunarlimi? Demek 200 savol bu? 213 savol. Demek N H2N plus 2 plus 1,5 N plus 0,5 sarot da N dona karmatan gidip plus N plus 1 suv çıkamın. Doğru mu? Mesela şeklinde inabi ikisi 12 mililitrede berk koydu. İmini 4 mililitrede berk koydu. Doğru mu? Doğru. İstihamiyetek nispet degeni bunun hemmesi yani hiç artık kalmagan bunda. Toluk reisiye girişip şunu aylangan. Doğru mu? Bundan kamada degen ben onu verdim. Yeterli içe degeni.
Ya'ni oldindagi koeffitsiyentlarni shu stekkametrik nisbatda olsak bo'ladi. Demak, bu 12 bo'lsa, bu 4 bo'lsa, buning pastini n tushaman. Buning pastini necha tushaman? Ikkisining oldidagi koeffitsiyentini qo'shib tushaman. Buni esa buning oldida 1 bor. Buning oldida 1,5 n plus 0,5 bor. To'g'ri qo'shib olsam bo'ladimi? Endi bu bilan buni qo'shib olsam 1,5 n plus buni qo'shsak 1,5 chiqadimi? Buni bunga muokibatlasak bo'ladimi? To'g'rimi? Buni muokibatladan bo'lsak 6n plus 6, buni muokibatlasak 12n. Bu beruvdan bo'lsa 6 teng 6n bo'lib, n teng 1 chiqib nima ekan bu? Metana. Tushunarlimi? To'g'ri buni. Ana deb to'yistay berdim, tamom. Axir shunday turibman. Ha, nima topish kerak bunda? Ha. Ina biron bo'ladi-da. 1 2 3 ina. Kena 1 2 3 4 dona bilan chiqadi. Osmon. Nodading ay 220 dagi moddani aytib bersan? 3 brom 2 dimetr pentan. 3 brom 2 dimetr 1 2 3 4 5. Ha, 5 olsa 3-da brommi? 3 brom 2 dimetil pentan. Tushundingmi? Ina qarang. Shunday holatda bo'lsa bromni shara chiqaracaksın. Onun uchun brom chiqib turgan uqdirni tutasan-da, mana shu ikki qo'lni shu deb aylantirasan, aytasan-da. Shu deb aylantirib vaqtda etik mibradi qarang. Bu pastga tushadi, bu bromni bu yana chiqadi. Tushunarlimi? Demak, men o'chiramiz-da. Imbera brom qo'yaman, imbatmi etilni pastga tushiraman. Ko'p o'quvchi buni imdadadi, qarangina. Ko'p o'quvchi imdatib qo'yadi. Tushundingmi? Brom shuda turgan bo'lsa, imun almashtiradi. Ina bu bilan imun almashtirib qo'yadi. Bu xatovi. Ab qarang, bu uglerod ibudan chiqib turibdi qo'q. Ishini qaranglar. O'sha ugleroddan chiqib turgan, o'sha ikkidan, o'sha ikki qo'lni deb aylantirulasan sen, ikki qo'lni deb shu deb. Tushunarlimi? Demak, ana bu virus reaksiyasi bo'lsa, demak, plus natriy bo'ladigan bo'lsa 1 2 ana bundaki nima topish kerak? Ikkilamchi, bir ikkilamchi bor, 2 dona. O, mosmormi? Sen H2 bo'ladi umumiy formulasi. Demak, enchadan boshlanadi. 3 ta. Birinchidagini SO3 H6, SH2, SH2, SH2. Nomi siklopropan edi. To'g'rimi? Siklopropan bu sistematik, ratsionalni chiqaradi buni. Ratsionali. Qarang, ichadagi metilen ko'rib turibmiz. H2 guruhiga metilen deyiladi. Icha metilen 3 mi? Esa trimetilen deb aytiladi ratsional nomenklatura bo'yicha. Tushunarlimi? Demak, SH2, 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 SH2 bo'lsa nima bo'ladi bu? Siklobutan bo'ladi yoki tetrametilen bo'ladi. To'g'rimi? Inavimiz 3 burchak, bumuz nomi 4 burchak. Ina bir narsamiz misol uchun siklogeksanada endi burchak bilan yozib qo'yavering. Siklogeksanada. To'g'rimi? Shuning izomerlarini yozishni o'rganaylik. Izomer yozgan vaqtda har bir burchakdan birni qirqib olamiz. Burchaklar bir donaga kamayib kelaveradi. Misol uchun bu 6 burchak bo'lsa, buni shunday yozishimiz mumkin endi. Birni qirqib olsak 5 burchak bo'lib, bir yerdan metil chiqaramiz. Nomi metil siklopentan. To'g'rimi? Majbur yana bir nuzamiz. Buni ko'chirganimizni foydasi farqi yo'q. Nomlashma qilib qoladi. Demak, yana birni qirqsak, u общий halqadan ichani qirqdi. Ikkini, oshi 2 o'rta radikal yoddan chiqadi ko'p o'quvchida. Etil yoddan chiqadi. To'g'rimi? 4 burchakni yozib turib, ibnatib etilni qo'ysam bo'ladi-ku. Nomini chiqaradi, etil siklobutan bo'ladi. To'g'rimi? Endi qarang. Eshiting. Har bir mushundan oldiradi buni. SH2 duradi. SH2 ikki vodorodi bog'liqligi uchun bir yerdan 2 radikal chiqarishimiz mumkin. Yoki arellarda SH turadi, shuning uchun bir dona radikal qo'yib bo'ladi har bir burchakini. Bunda SH2 turganligi uchun 2 dona radikalni qo'ysak bo'ladi. Shundan yozolmaydi ko'p o'quvchilar, endi chiqarilmaydi. 1 dimetil siklobutan.
Doğru mu? Birini alıp bir yere koysak olamı? Demek ki müddet koyalım olursak 1-2 dimetil siklobutan bo'ladi. To'g'rimi? Buni olib bir yere koyadigan bo'lsak nech qoladi? 1 birabini qo'ysak 1 bo'ladi. Izi shuning o'zi bo'ladi. Ana endi boshqa xili yo'q. Majbur halqadan yana birini qirqaman. Halqa necha burchak bo'lib qoladi? 3 burchak bo'ladi. Halqadan jamichani qirqdi. 3'ünü qirqdi. 3'ü bu radikal birinchi. Nech bo'ladi u? Propil birinchisi, propil siklopropan. Imuni propilning yana bir radikali bo'ladi. Nechkadi u? Izopropilmi? Izopropil siklopropan. Ana endi birini qirqib imrappan qo'ysam bo'ladi. Endi qo'yadigan bo'lsagina metil etil siklopropan. To'g'rimi? Birsini olib imrab qo'ysak ham bo'ladi imdatdan. Bu yerda etilni qo'yib imdatsak. Metil 1 metil qarang, birinchi, ikkinchi, uchinchi. 1 metil, 2 etil siklopropan bo'ladi. To'g'rimi? Buni olib berib qo'ysak ham deyarli shuning o'zi bo'ladi. Majbur metildan birini qirqamiz ebidan. Birini qirqib ibrab farq qo'yaman. Mening ko'ngilga keladi. Bunday qo'ysak bo'ladimi? To'g'rimi? 1 2 3 metil siklopropan. Tushunarlimi? Birini olib ibrab qo'ysak bo'ladimi? 1 2 3 bo'ladi. Demak, ichi bo'ladi bu 1 2 3 1 2 3 dimetil siklo 1 2 3 3 metil siklopropan bo'ladi. Tushunarlimi zaminlari? Yodingizga tushdimi? Olinishi Gustavson reaksiyasi bo'yicha oldik. Yodlaringizda bo'lsa, nechgadan Gustavson reaksiyasi? Digaloid birikmalarini metal qo'shadi. Aktiv metal qo'shibmi yoki rux metali qo'shib desak ham rux metali qo'shsam to'g'ri keladi. Digaloid birikmalarga rux metalni qo'shib sikl kanalga olib kim degan savol bo'ladi. Bu kim edi? Gustavson. Buning uchun galogenlar ajralgan holatda turishi kerak. Ajralgan degani hech bo'lmasa 2 yoki undan ortiq nukleotidlar ochilib ketgan bo'lishi kerak. Deb qaraylik. To'g'rimi? 2 galogendan bir bo'lib turgan bo'lsa, geminal, yonma-yon turgan bo'lsa, vitsinal. To'g'rimi? Arasi ochilib ketgan bo'lsa, ajralgan deb aytadi. Misol uchun, shunday holatda turadiganchi bo'lsa, demak, 2 galogenning arasida 3 uglerod qo'yina, kami 3 ta farq etishi kerak ekan. Demak, bunga rux metali qo'shadiganchi bo'lsa, shu galogen tuttirgan 2 qo'l yopishadi va 3 uglerod bo'lgandan keyin 3 burchak yasaladi, to'g'rimi? Bulardan metil deyishlar chiqaradi. Yodingizda bormi bu? Zelinskiy reaksiyasi bor edi. Siklogeksanni dehidrogenlar navbatda bu benzol bilan vodorod chiqadi 3 dona. Yodlaringizda bo'lsa, bu narsa bo'yicha savol tushadi. Buning nomi siklogeksan. Bir dona qo'shib olib borganman bu yerda. Siklogeksan dehidrogenlarni desam, bunlar ham navbat chiqadi. Benzol chiqib, faqat 2 dona vodorod chiqadi. Ebidan binni olinadi. 2 dona vodorod chiqadi. Tushunarlimi? Kimyoviy xossasi bor edi bularning o'rtaklari. Halqaning barqarorligi, halqada uglerod soni ko'paygan sayin barqarorlik oshib ketadi. Siklopropan bilan siklobutan birikish reaksiyasiga kirishadi, ya'ni halqani ochib beradilar. Siklopentan esa birikish reaksiyasiga qiyinroq kirishadi, temperaturani oshirish kerak. 300 gradusmi, 350 gradusmi, 7 gradusda halqani ochib beradi. Siklogeksanlar esa bular faqat o'rin olish reaksiyasiga kirishadi. Misol uchun qaranglar. Siklopropan bunga brom qo'shadiganchi bo'lsa, shuni ochib beradi bu halqani uzadidan, shu qo'l turgan 2 uglerda shuni turgan bo'lsa, shu qo'l uziladidan orqasidan bir dona brom boradi. Natijada buncha yo'q qoladi. Nima yo'q qoladi? Tushunarlimi? Halqani ochib berdi. Birikish reaksiyasi bo'lib turibdi. Siklobutan bor edi. Siklobutan ham brom qo'shadiganchi bo'lsa, bu halqani ochib beradidan bunday yo'lishiga olib qoladi. Inabrom. To'g'rimi? Siklopentan qiyin ochadi halqani, siklogeksanni ko'radi. Siklogeksan brom qo'shadiganchi bo'lsa, bu o'rtaklar halqani ochmaydi, bir yerda brom bor, plus vodorod bromid bo'ladi. Bu navbatga o'rin olish reaksiyasi. Bular ichga birikish. Testda belgilangan qaysi siklalkallar birikish reaksiyasiga kirishadi, qaysi o'rin olish kerak. Demak, uglerod soni halqada uglerod soni ortishi bilan halqaning barqarorligi oshib ketadi deb tumalab qo'yibmiz o'rtasini. Ana. Tushunarlimi?
Demek umumiy formasi bo'yicha yakamiz bilan CN H2N plus 1,5 N kislorod bilan yanadi. Endi ona karbonangidrid bilan endi ona nima chiqadi? Suv chiqadi. Demek bular sinflararo alkenlar bilan izomer. Alkenlarning ham umumiy formasi CN H2N edi. Bularning ham umumiy formulasi CN H2N. Alkanlar ikki alkanlarga nisbatan 2 dona vodorodga kam hisoblanadi. Tushunarlimi? Umumiy bog'lar sonini topishni o'rganamiz. Qaranglar, eshiting. Umumiy bog'lar sonini topishni bilmaydigan bo'lsang, bir dona bir shu sinfga mos bo'lgan bir moddani yozasan, o'zing keltirib chiqasan. Uglerod sonini, vodorod sonini qarab. Misol uchun qaranglar. Siklopropanni yozyapmiz biz. Siklopropan. To'g'rimi? Yana buni tuzilishi bilan yozsak CH2, CH2, CH2 na. Necha dona uglerod bog'i bor? 3 mi? 3 dona. Necha dona uglerod vodorod bog'i bor? 6. Endi uglerod vodorod bog'lari soni bu vodorod sonina teng keladi. Uglerod bog'i esa uglerod sonina teng. 3 dona uglerod bog'i bor, 3 dona uglerod bor. To'g'rimi? Esa qarang endi. Umumiy formulasi H2N bo'lsa, uglerod orasidagi bog' soni uglerod sonina teng ekan. Shundan chiqarishda zamoni N. Alkanlarda bir donaga kamaydi, shuncha E-1. To'g'rimi? Endi uglerod vodorod bog'i bu vodorod sonina teng. Necha vodorod bo'lsa, shuncha dona uglerod bog'i bo'ladi. Sabab vodorodning hammasi uglerodga bog'langan hisoblanadi. Shuning uchun chiqarishda zamoni 2N. Jami bog'i cho'radi shunda 3N bo'ladi. Tushunarlimi? Barda ham. Bo'lsa. Shu bo'yicha ishga ketaveramiz. Yozda shu karmatanga benzol berlingan. Yenglar bazavaraymi? Yenglar 97-savolmadi. S6H6 benzol, S6H12 siklogeksal. Yine bu degidrogenlanmaydi, vodorod chiqmaydi bundan. Shu S6H6likcha duraveradi. Bundan esa vodorod chiqadi. S6H12, S6H6 bo'lib plus 3 dona vodorod chiqadi. Masala shartida aytibdi, aralashmaning massasi 1,6 gram, yani 1,8 gram kamaydi. 1,8 gram bu chiqib ketgan vodorod hisoblanadi. Vodorod 1,8 gram bo'ladigan bo'lsa, 2 ga bo'lsak mol chiqadi, 3 mol 4,9 mol. Bu 0,9 olsa, bunga 3 ga bo'lsak, bunda 3 olib, bandish bo'ladi, 0,3 oladi. Hosil bo'lgan bu benzolar quyosh nurida xlor qo'shib turadi. Demak, S6, H6 ga xlor qo'shadigan bo'lsa, qarang, quyosh nurida qo'shadigan bo'lsa, halqadagi qo'shboqlarni uzib, 6 uglerod 6 dona xlor borib, geksaxloran hosil bo'ladi. Geksaxlor siklogeksan yoki geksaxloran deyiladi. 3 donasi qo'shiladigan S6, H6 xlor 6 chiqadi. Zararkorlarga hasharotlarga qarshi vositalar shu sifatda ishlatiladi. Demak, hozir juda qaranqangi buning massasi nima uchun ortdi? 100 gram ortdi deyapti-ku. 100 gram. Xlor hisobi shu 100 gram shu xlorning massasi bo'lgan. Molar massasini bo'lib bo'ldi chiqadi 71 gram. 1,5 ekan. Bu 1,5 mol olsa 3 ga bo'lib o'tsak, bu 0,5 mol olami? Benzol 0,5 ekan, ina 2 benzol edi. 0,5 olsa bundan bundan hisoblatish ekan, 0,2. Bu 0,2 olsa bog'ning ichi bo'ladi, 0,2 bo'ladi. Navun toping deb qo'y. Bo'ldi, benzol olsa massasi 6H6, benzol 78 edi-ku. 78 0,2 ga qo'ysak 15,6 gram chiqadi. Tushunarlimi? Burada o'rtoqlar hammasi metil. Qaysidir uglerodni birinchi ugleroddan olishlarimiz kerak. Bunday holatga olib qoladigan bo'lsa, vodorod demak, uglerod nida ko'p bo'ladigan bo'lsa, shonni birinchi ugleroddan olamiz. Demak, mana uglerod ko'p-ku. Shuning uchun shuni birinchi uglerod dema. Endi bu yerdan ketamanmi degan vaqtda ibr radikalga qarab o'zing tasavvur etib ko'rasan. Bu radikalga borish uchun qaysi tomondan borsam yaqin bo'ladi. Bu yerdan borsam yaqinmi, bu yerdan kelsam. Hozir chapdan kelsak, birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi uglerodga tushadi. O'ngdan kelsak, birinchi, ikkinchi, uchinchiga tushadi. Demak, buni ganimiz ma'qul ekan. 2, 3, 4, 5 oladi. Ikkinchi uglerodni 90 darajasiga qo'yibdi, yana bir SH2 olib va -2 oladi. Qarang, uchidagi uglerodni 90 darajasini cho'ladi. 0. Yo'shin desak, bu yerda vodorod yo'q. 2 vodorod o'rnidan 2 radikalga ega. 0 oladi. Imini ketish bo'ladi. -1. Sabab 2 vodorod bo'lishi kerak edi, lekin bir radikalga ham bir vodorodi duribdi, bir vodorodi yo'q. Shuning uchun -1, -2 oladi. Bular -3 dan bo'ladi. Tushunarlimi?
Ve inabın 8'e koydu. 8 6'a gibi ötesen 48. İnabın ne? 92. Mende hasıl olan gazlarını da koydu. 44 da koydu. Hasıl olan gazlar 44'müş. Demek ki bir 2 koyamanlar 3 2 44 boğayın. Artık 2 4 falan böyle. Attıysan gibi ne oladı? 12 oladı. Şimdi karar. 2'den 48 ve 8'e 12 artıktan. 48'e 12'ni koş. Destem bu 62 kilo. Şunlarla ben? 26. savol. Siklobu tam mı? Sarıqda yanıptı. 4 tane karbondan yetib bilan 4 tane suv bir 6 qo'yaman. İkisining massasini denglab qo'yibdi. Demek ki ne biçim olur ekan? 04'ü 4'e bölünsek bu 06 oladi, bu 01 oladi. Qarang, eshiting. Agar hozir ikkisining massasi denglab turibmi? Juda hozir men massalarni topaman. Qaysinindir massasi katta, qaysinindir massasi kichkina chiqadi. O'sha massasi kattasining massasi kattasi ikkisining ham massasi shunchalik bo'lgan bo'ladi qisqasi. Tapalar hozir ikisini ham grammini biza shundan ko'rinadi. 19.2 5.6 19.2 necha chiqdi? 5.6. Qara, o'sha 19.2 bo'lgan. Massasi kattasi tapasidan arqaga massasi shunga tenglaydi. 13.6 Shunda sifat ortga olami? Delta n tapasidan 19.2 dan yana 5.6 necha chiqadi? 13.6 13 tomon. Bo'lmi shunda yana? Bo'ldi. Tushunarlimi? Oson yo'li shu. Buning boshqa yo'llari ham borkudan, o x deb olib ortib qolganini desagan bo'ladidan 2 metil 3 5 dixlormi? 3 5 dixlor novi pentan. 3 5 dixlor pentanga natriy metall qo'shib qanday siklga olish mumkin ekan? Demak, boshda pentanni yozaman. 5 uglerotni 1 2 3 4 5. İkincisine metil koyamam. Doğru mu? 3. bilen 5.'ye ne koyamaz? Klor koyamaz. En beraber klor, en beraber klor. Özüm bu savalı ortaklar hata eken. Ölçü hata. Demek bu mümkün olup 2 metil 3 5 dixlor bulup damlanmaydı. Bunda galagen tomondan novelimiz koy. Galagen tomondan novellesek 1 2 3 4 5 oladığından kara. 1 3 dixlor 4 metil pentan buluşu gerekir. Zarar yok yaxshi, shu bo'yicha ishlab ketaveramiz. Demak, magniy metali qo'shibdi. Magniy metali. Sholarda magniy metali qo'shsak, magniy gelib 2 klorni oladidan 3 klor bilan qo'lni bog'laydi. Qarasak, u orasida 3 klor bor. 3 klor bo'lsa nima chiqadi bu yerdan? Demak, bu yerdan magniy klorid chiqadi. Demak, qarang endi. Shu halqalansa, yana izoprofil shunday chiqib qoladi. Yumilib qoladi. İzoprofil, siklopropan çıkıyor. Tushunarlimi? 33. Siklokal molekulasida 4 ta birlamchi, bitta 4lamchi atomi birlik bo'lsa, 3lamchi biz atomlar sonini topinglar. To'g'rimi? Qarang, qancha savollaringizda? 33. Qaranglar. O'zingiz xohlagan bir siklokalni yozing. Iloji boricha kattaroqini yozing. Kattaroqini yozamiz, qarang. Misol uchun siklo geksanni yozdim. Bundan necha dona 4 lamchilar qo'yibdi? Bir dona 4 lamchi qo'yishimiz kerak. Bir 4 lamchi bo'lish uchun 2 uglerotni bir yere qo'yishim kerakmi? To'g'rimi? 2 uglerotni bir yere qo'yadigan bo'lsam, mana bu 4 lamchi bo'ladi. Endi menda 4 dona bir lamchi bor deb qo'yibdi. Bu yerda necha bir lamchi bor? 2. Yeni 2 birlemchi qo'ysam bo'ladimi? 2 birlemchini imdiyat qo'ya olmayman. Imdiyat qo'ysam 2 dona 4 lamchi bo'lib qoladi. Menda 1 dona 4 lamchi deb qo'yibdi. Esa birini olib ishlataman, endi buni qo'yaman. 2 dona 3 lamchi. Shunda 3 lamchidan necha bo'ladi? 2 dona. Tushunarlimi? Keyingisi havonchalik ekan 1512 litrmi? Molancha mol bo'ladi? 1512 ni 22 4 ta bo'lsak 67,5 mol ekan. Bunda ekan en kislorod topsak bo'ladi. 20% quvvat tarkibida kislorod. 67,5 ni 02 ga ko'tarsak necha dedik? 13,5 mol kislorod bilan yonibdi. Noma'lum siklokanda qo'yibdi. Cn H2 plus 1,5 n kislorod bilan yonadidan bundan
endi ona karbon angidrid bilan endi ona nima chiqadi? Suv chiqadi. To'g'rimi? Endi aytib turibdi, ina biz siklalkanni 1,5 mol deb qo'yibdi. Kislorod necha ekan? 13,5 ekan. Yo nisbata qo'yib bering, yo ibnelni birinchi nisbata qo'yganimiz qulay, nisbata qo'ysak ina 1 oladi. 13,5 1,5 bo'lib bersak necha? 9 oladi. Demak, o'sha kisloroddan 9 bo'ladi. Demak, buning endi 1,5 en-ku. 1,5 en teng 9, en teng 6, S6, H12 siklo heksan ekan. Nolga belgilanadi 45 ta. 11,4 gram etan va siklopropan aralashmasi. Etan bilan siklopropani mana x mol deyman, mana y mol deyman. Ina 30 x plus 42 y necha grammlar qo'yib aralashmani o'pishi? 11,4. 11,4 gram, 11,4 gram ekan. Aralashmaning molini og'zida barlik qo'yib. Litr bor, 0,3 mol bor. 0,3 mol bo'lsa x plus y teng 0,3 mol. Demak, 30 ga ko'paytirib ishlaganimiz qulay. 12 y bo'ladi, ayirib olsak. Teng 9 olib, buni ayirsak 2,4 olib, y teng 0,2, x 0,1 chiqadi. Endi turtarlashma nechalik xlorni biriktiradi deb qo'yibdi. Demak, ina bu alkallar birikish reaksiyasiga girishmaydi, o'rin olishga kirishadi, lekin siklopropan bilan siklobutan birikish reaksiyasiga girishadi. Demak, suv H6 plus bir dona xlorni biriktirganda halqani ochib beradi dedik-ku. Demak, S3 H6 xlordan 2 oladi. Demak, 0,2 bo'lmadi bu siklopropani. 0,2 olsa, ina bundan 0,2 oladi. 0,2 ni 71 ga ko'paytirsak 14,2 gram chiqadi. To'g'rimi? 53 mi? 53 savol aytilgan odam tutdi. Molekulasida ikkita proton saqlagan. Qarang. Cn H2. Protonlar soni bunda 6 ni bor. N'inda 6n. Bunda 1 ni bor. 2 n'inda 2n. Teng shu 32 deb qo'ydik. Doğru mu? 8 en teng 32, en teng necha ekan? 4 ekan. Enimiz 4 ekan. 4 o zaman ne oldu? S4 H8. Bundan halkanı alındı deb qo'yibdi. Demak, buni vodorod qo'shadigan bo'lsa S4 H10 bo'ladi. Nasıl belirlengan? 10 gram. Buniki mi? 11 2 gram. Molar massasi 48 56 ekan. Yine 58. Şunda massası 13,6 gram çıkan mı? 11,6 mı ya? 11,6. Keyingisi 50 çıktı. Şurada mı? 57. savol. S3 H6 S4 H10 belirlengan siklopropan butan. Buni x mol deyman, buni y mol deyman. Jami vodorodlarim 2 mol ekan. 2 vodorodni qo'shib 2 ga tenglayman. Bundagi vodorodim 6x, bundagi vodorodim 10y teng 2. Uglerodlarning esa bundagi 3x, bundagi 4y teng 1 ekan. Demak, past 2 ga ko'paytirib ayirsak ketadi ekan, ha? Demak, 2y bo'ladi, 2 ga ko'paytirib ayirsak 0,2 olib, y teng 0,1 chiqadi. X topamiz. Y 0 chiqib olsa, unda napalik qo'y, xola bera qo'y. Demek ki bir akbar koydan tuzdan 1 oladi, ben ötsek 1,2 kaladi. 1,2'ni 6'ga bölsek x'in 0,2 çıkardı ekan. Demek ben de şunu massız tappada koydum. Propankini, siklopropankini suv chiqish oltin tapadan tuzak 0,2'ni 42 molar massası 8,4 gram çıkardı. Keyingisi 5-6. Tushunarlimi? Koyduk. 65. savol. 65 siklopropan, suv H6, siklobutanmadi, S4 H8. Demek alkan çıktı bunda, vodorod qo'shsak chiqadi, suv H8 aylanadi. Buna vodorod qo'shadigan bo'lsam S4 H10 aylanadi. İkisinin massasini saviylan nechada qo'yibdi? 36,4. Chiqqan alkanlarni mi? 38 qarang. Agar hozir biz ham buni 2 no'mar tenglamay qo'yadigan bo'lsak, imini gramini 2 no'mar tenglamay qo'ysak, qiyin bo'lib ketadi. Qiyin bo'lib ketadidan u. Tushunarlimi? Yo bo'lmasa qaranglar. Mana x, y demak. Imaning massasi 42x plus inabın 56y teng 36,4. İnabın esa 44x plus 58y teng
necha? 38 oladi. Shuni deylab birsini yo'qotish kerak. Qiyin bo'lib ketadi. Endi yo'qotib bo'ladi. O'sha uchun x yo'qotcha bo'lsam, yuqorini 44 ta pastga 42 ga ko'paytirasan. Qiyin bo'ladi, to'g'rimi? Undan ko'ra buni o'chirib tashab turib, vodoroddan ketgan ma'qul. Inamoning massasi 36,4 nöchi 38 aylandi. Vodorod hisoblanadi. Vodorod qo'shildi-ku. Demak 38 dan limonaysak, bu vodorodning massasi chiqadi. Necha gram bo'ladi? 1,6 gram. Ana endi xola vodorodning gramini qo'y, xola vodorodning molini qo'y. Endi ishlasak bo'ladi. Inabın 42x plus 56y tek 36,4. İnabın esa var gramından qo'yib ishak ko'raveradi. Inab 2x gram bo'ladimi? 2y gram bo'ladimi? 1,6 ekan bular. Past 21 ga ko'paytirsak ketadimi? 21 ga ko'paytirsak 42, buni ortasidan 14y. Buni nima ko'paytirib ayrilgan? 36 çıktı. Ko'paytirib ayrilgandami? 208. 208 edi. Y ichiga chiqadi. 0,2 x'ni oladi. Tarkibi 0,8 oladi. 0,6 chiqami? Mana topdi. Siklopdan y dan oladik, y 0,2 chiqdi. Demak, massa 4 qa 8 tapadan olsa 0,2 ni ko'paytirasan 56 ga bu 11,2 gram chiqadi. Tushunarlimi? 73 qaranglar. Propan suv chiqar 8, siklopropan suv chiqar 6. Bu vodorod bilan girishmaydi. Lekin bu inabi duraveradi, suv chiqar 8 bo'ladi. Inabi vodorod bilan girishadidan suv 8 chiqadi. Bu ikkisini 50 gramda qo'yibdi. 51,2. Inabi ikkisini 208. Demak, massa vodorod hisobini ortdi-ku. Bundan buna ayırasam vodorod massasi keladi 1,6 gram. Pesini 2 qo'yamay, mana massasi so'rab qo'yibdi 42. Topib bering massasini 32, 36 mi? Shuni chiqam ekan? 36 ga javob bormi? Yo xato ko'paytirdimi? 33 olacak. Bo'ldi sana.